Ajoyib, sizlar qayerga kelganingizni menimcha endi tushundingiz. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kulgili Aktual Show va bu ko'rsatuvning boshlovchisi Nozim Safariy. Bu O'zbekistondagi ilk intellektual humoristik show. Shartlarimiz juda ham oddiy. Bu yerda mantiqiy, qiziqarli savollar beriladi. Unga yo to'g'ri javob berish kerak yoki kulgili. Kulgili bo'lsa ham qabul. To'g'ri javob uchun 2 ball beriladi. Noto'g'ri bo'lsa-da, lekin kulgili bo'lsa va qah-qah otibmi yoki kikir-kikir qilib kulibmi? Agar shunaqa reaksiya yig'sa, unda 1 ochko beriladi. O'yinimizni boshlashdan oldin siz aziz muxlislarimizdan ko'rsatuvimizga like bosishni, komment qoldirishni, do'stlaringiz bilan ulashishni so'rab qolgan bo'lardik, chunki aynan shunday harakatlar ushbu ko'rsatuvni ko'proq odamga ko'rsatishga sababchi bo'ladi. Biz umid qilamizki, sizlar yaxshi odamsizlar va yaxshi kontentni ko'proq odam ko'rishini istaysizlar. Ana endi esa sizlarga ishtirokchilarni tanishtiramiz. Ilk ishtirokchimiz qarsaklaringiz ostida Islom Karimov janoblari. Ajoyib. Islom Karimov haqida chiroyli hazilni hozir Ozod Shukurovdan eshitamiz. Yo'q, hazil yozilmadi bu safar ham yo'q, nima? Chiqqan vaziyatda bir nima qil. Islom Karimov xuddiki Islom Karimov yonida o'zimni Shrekday his qilaman. Islom, chunki maxluq, kechasi undan ham battar maxluq. Ya prosta eshak so'zini shunaqa aylantirib, chiroyli qilib qog'ozga o'ryapti. Eslab qoldim. Islom, men seni borku eshakka o'xshatmadim. Eslab qoldim. Ha, men sen ana unaqa Girmiyonami, nima edi? Fionaga o'xshatdim. Ha, unda u bundan da ilkroq hazil bu. Bo'lmasa eshak bo'lsa eshak sinamasak tanlab. Ya, rozi bo'laver, eshakni ur. Da. Fionadan ko'ra. Keyingi ishtirokchimiz sezgandirsizki, Ozod Shukurullayev janoblari. O'zbek Vine, oilaviy Vine osmonining kometalaridan biri. Menga hazil yozmadingiz. Yo'q. San haqingda hazilni bilasan o'zi kim aytadi? Shu sababli, ne, to'xtang. Men tayyorlanib kelganman. Yo'q. Men haqimda hazil yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa siz haqingizda hazil bor. Da, 2016-yil Nozim aka ozg'in bo'lganlarida qorilarga Farhod Shirin duetini rasmini chizganlar. Uzoq vaqt davomida non va ortiqcha ovqat yeyish natijasida Farhod va Shirin dueti tarqab ketgan. Ikki yon tomonga. Nima? Da. Nozim akani bolalari bog'chada ota-onangizni chizing degan joyga bitta odamchani barmoq bilan bo'yab chizadi. Yaxshi. Da, har gal Nozim akani ayollariga bolalaringiz sizga o'xshabdi deganlarida ayollari Xudoga shukr deb qo'shib qo'yadi. Nu как hazil? Hamma faktlarni aytyapsan, oddiy. Keyingi ishtirokchimiz qarsaklaringiz ostida Mohlaroy Sobirova. Ajoyib aktrisa, aytaylik, yana nima? Teatrda qatnashmaysiz? Aktrisa va bloger hamda motivator desak bo'ladimi sizni? Bo'ladi. Ovoz chiqaringchi, bormisiz o'sha yerda? Assalomu alaykum. Bu gologramma emas, bu mavjud odam shu yerdalar. Ajoyib. Assalomu alaykum. Mohlaroy Sobirova ana u qaysi aktrisa edi degan aktrisalarga o'xshaydi, istaganiga. To'g'ri. Qaysi ana uchi deganda o'sha ismi esga kelmaydigan aktrisalar bo'ladi-ku. Bu hazil. So'nggi ishtirokchimiz Farhod Sulaymonov, qarsaklaringiz. Ajoyib qo'shiqchi, xonanda Farhod aka Prosta Farhod. To'qimang aytingmi, hazilda ayting. Ya bitta to'qib ko'rmoqchiman mana. Davaychi, men ham o'zim improvizatsiyani qilib nahot tayyormiz hazil. Ha, Farhod Sulaymonov Shayboniy xonga o'xshaydi, u ham Boburni yoqtirmaydi. Havaga bir xil. Ma yo'q, Zahiriddin Boburni aytyapman. Ha, to'g'ri. Zohiriddin.
Yo'q, ijodi yaxshi nimaga? Ajoyib, ajoyib. Shoir bo'lgan Albatta. Zahirda Muhammad Bobur. Nafis. Da. She'rlardan foydalaning aka. Ular siz sudga bermaysiz. Chunki ular yo'q hozir. To'g'ri. Qilqamiz degan umiddaman rost. Da? Ne, normal. Ana endi esa sizlarga tovush chiqarish uskunalarini taqdim etaman. Agarda javobingiz bo'lsa, o'shani chalgan holda javob berasiz. Demak, Oylaroy ana bu sizga. Voy, rahmat. Bilmadim. Bosib ko'ring, qani ishlaydimi? Fotoapparat. Bosib turing, bosib turing. Ichidan nimalar chiqish kerak, fakshalar. Wow. Mana. Mana bu Menimcha bundan keyin Ozodul ozod. kinoda shunaqa ko'rganman-da. Lekin narkoman bo'ldimi yo'qmi? Qizlar ko'pik avtomat. Rubashkingiz branshletga o'xshaydi. Eskobar. Farhod akaga ushbu minyonchamiz hamda Islomiddin Wow. Zarafshoniyga ushbu tovush chiqarish Sultonobodiy. Sultonobodiy. Juda uzoq eshitilayotganda. Biz sizlarni Men buni uyga o'g'limga olib ketaman. O'yinchoqda tasnay. Ha. bo'pti, sen o'yinchoqni olib ket. Ya o'yinchoq kerakmi? Yo'q, Bilmayman. yo'q, kerak emas. Biz sizlarni quruqqa chaqirganimiz yo'q. Bizda sovrin jamg'armasi bor. Va bugungi sovrin jamg'armasi intriga 317 ming so'm. Mana pullarim, mana. Kimdir bugun uyga qaytayotganda ozroq boy bo'lib qaytadi. Nu как ozroq? Вообще hech narsa o'zgarmaydi. Agarda bugungi o'yinimiz g'olibi ushbu pullarni o'zi bilan olib ketadi, agarda super o'yinda ishtirok etib, unda ham g'alaba qozonsa, bu pullar 2 barobarga oshadi. Mana shunday yuqori kayfiyatda biz birinchi raundni e'lon qilamiz. Yevropaning zamonaviy qishloqlarida qaldirg'ochlar yo'qolib ketishining sabablarini o'rgangan olimlar bunga antiqa izoh berishdi. Aytishlaricha, bunga yo'lsozlarning ishi sababchi ekan. Aytingchi, havoda uchib yuruvchi qaldirg'ochga yo'lsozlarning qanday ziyoni tegadi? Islomiddin? Qurgan yo'li yoqmagan, keyin uchmaylik bu joydan degan ko'zimga neta ko'rinyapti degan. Ketdik boshqa joyga boramiz. Lekin To'g'ri yo'l qurgan, yoqmagan. ular havoda uchadi-ku. Shu osmonda ko'rib turadi-da, majbur ular har doim. Qanaqa yo'l bu degan. Javobni to'g'ri va kulgili emas. Yo'q, yo'lsozlarni anaqasi yoqmagan. Просто turishi, qaldirg'ochlar yo'qolib ketgan sababi yo'lsozlarni ishlashi deyishgan. Ishlashi. Qaysi Mana davr? shu yo'lsozlar. Qaysi- Yaqindagi mana shu O'tgan kun. hozirgi. Yo'q, rostdan. Современный Yevropada. Qaldirg'och Yevropa qishloqlaridan nimagadir o'zi kamayib ketgan. O'zimiz qaldirg'ochlar bor-ku. Balki viza berishmayapti, bilmadim. Da deport qo'ygan shu. Balki viza rostdan ham. Bo'lishi ham mumkin. Chunki bitta ikkita o'zbek qaldirg'ochlari borib bez viza yurib, Qurmagan payti bo'ladi-ku. Agar yo'l qurishayotgan paytda pastga tushganda oyog'i botib qolib, oyog'i. Yo'q, ular qo'ymaydi. qanoti. Ular yerga qo'ymaydi. Ular faqat skorost mana shu Boqalar asfaltga mana shu uchadi. yerga qo'yib mamla yetib ketolmaydi. Qaldirg'och o'sha inidan uchadi, iniga qo'ynadi. Xullas qaranglar. Mayli. U suvda ham Xo'p, shunday qaranglar. ketadi. Qaldirg'och o'tli joydan past uchmaydi. Именно o'sha bo'sh joydan uchadi va bo'sh joyda menimcha o'sha agar tuproqli природный bo'lsa, anaqa то есть tabiiy bo'lsa, o'sha pashshalar bir qanaqadir uchib yurgan anaqalar bo'lsa kerak. Chivinlar. Asfaltdan keyin o'sha narsalar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Siz aytmoqchisizki, asfalt yo'llar paydo bo'lgani sabab o'sha yerda chivin va pashshalar kamaygan, oziqa kamaygan. Lekin asfaltdan bu yoqda bor-ku baribir dalalar. O'sha u yoqda o'sha anaqa bo'ladi-yu, zelin bo'ladi-ku, o'tlar bo'ladi. Endi siz yaxshi harakat qilyapsiz, mantiqiy o'ylashga harakat qilyapsiz. Bir ochko beramiz qo'llab-quvvatlash maqsadida. Rahmat. Lekin javobingiz noto'g'ri. Xo'p. Mashinalarga qo'nganmi-ku unda? Sariq Yo'q, ham sariqmi? Qaldirg'ochlar qo'nmaydi odatda. Nima qiladi ular? Faqat Qaldirg'och ko'rmaganmiz, turishingizdan bir ham qishloq qizga o'xshaysiz. menimcha bu maqtov emas. Ko'rinishingizdan bu pul. Menda variant bor. Qani? Qaldirg'ochlar qo'nmaydi. Qo'ymaydi, to'g'ri. Shu pastlab uchib biror nima ushlashga odatlangan. Pastlab uchgan vaqtda ularga tekislik kerak baribir, qanaqadir miqyosda. Va biz Yevropa yo'llarini bilamiz, u yerda yama yo'q, da?
men o'ylayman, qaldirg'och shu pastlab kelib, tekis uchib kelayotganda встречныйda Ferrari birovni urib o'tib ketadi-da, tushunasizmi? Yama qilib qo'yish kerak demoqchiman. Biz bekorga yama qilayotganimiz yo'q O'zbekistonda. Qaldirg'ochlarni yurtimizdan ketib qolmasligi uchun. Aha. Tushunyapsizmi? Ularda Ana yama tushundim. yo'q. O'zbekistonda yo'llar sifati qaldirg'ochlar soni bilan bog'liq demoqchisan. Men aytmoqchiman, agar ularni ham yo'llarida yamalar bo'lganida edi. Bunaqa bo'lmasdi. Tushunarli. Ayrim jihatlari bilan yaqin kelyapsan, lekin hali ham juda uzoqdasan. Hali ham. Daraxtlar kesishganmi? Yo'q. Tasavvur qilinglar, mana eski yo'l bo'lgan. Eski yo'lni qanaqa tasavvur qilasizlar? Ha. O'sha yoqni tasavvur qilinglar. Bizning hozirgi yangi yo'llarda. Ha. Istalgan, o'tgan, oy qurilgan yo'llarimizdek. Bitta variant, ular loy bilan uy quradi-da. O'sha loy qanaqadir yo'qolmaganmikin? Yo'q, bu uy qurish bilan bog'liq emas. Bu bo'ldi. pashsha tutish bilan ham bog'liq emas. Nima bilan bog'liq? Bu yana bitta narsa bilan bog'liq. Yana nima kerak bechora chumchuqqa, qaldirg'ochga? Limon kerak. Klimat. Klimatdan tashqari. Ha, sherik kerak. Mana to'g'ri o'ylayapman. Kapalak kerakmi? Yordam beraymi? Lekin Topishlaringiz oson bo'lib ketadi juda ham. Mayli. Eski yo'l bo'lgan, chuqurlari ko'p bo'lgan, urg'u, chuqurlari ko'p bo'lgan. Eski yo'lni tuzatib tekis qilishgandan keyin qaldirg'ochlar yo'qolib qolgan. Ichida qolib ketganmi? Chuqurlar Chuqurchada qolib ketgan-a? Chuqurlar yo'qolgandan keyin. Juda oson yordam beryapman. Qara, dom bilan bog'liq emas. Ha. Dom bilan bog'liq emas. Uy bilan bog'liq emas. Yana nima kerak bitta qushga? Uy bo'lsa, dom bo'lsa, Suv kamayib ketgan. Nima uchun? Chunki yo'llarda, chuqurlarda suv to'dalanib qolgan, ular o'sha kelib yerda suv To'g'ri. nimaga Bitta tovuqqa don kerak, ham suv kerak. interpretatsiya. Ana. Da, endi izoh berib o'taman. Haqiqatan yo'llar ta'mirtalab bo'lgan, o'sha yomon holatda bo'lgan paytda chuqurlar ko'p bo'lgan. Yomg'irdan so'ng chuqurlarda ancha muddat suv saqlangan. U tabiiy rezervuar. Qaldirg'ochlar o'sha suvni ichgan. O'sha chuqurlar yo'qolgandan so'ng ular suv ichadigan rezervuarlari qolmagan. Ko'l, boshqa naqalar bor. Endi katta ko'l bo'lishi mumkin bir 40 kilometr, 50 kilometr yorug'ida yoki daryoni qidirib borishingiz kerak-da. Qanaqadir qaldirg'ochi juda ham bir anu toza ozoda deb o'ylar ekanman, u ko'lmakni ichadi deb hech o'ylamabman. Bizda keyingi raund. Savol. Bu savolimiz qisqaroq, balki tez ham toparsizlar. Ayrim alpinistlar toqqa chiqishlaridan oldin cho'ntaklariga bir bo'lak kolbasa solib olishadi. Savol, ular buni qanday maqsadda qiladi? Ozodul? Yo'q, men unaqa narsa aytmayman. Aka och qo'yapti yeyish uchun. Yo'q, Islom. Men ham shunaqa demoqchi edim. Hayvonlarga berish uchunmi? Hayvonlarga. Hayvonlarga berish uchun. Kimdir kelib qolsa, Ayiq kelsa, sasiskani berish uchun. To'g'rimi? Bo'ri kelishi Ayiq mumkin. saskan yegandan keyin yedi, bu yaqinroq yeg'ali deydi. Shirin narsa yeydimi deydi. Saska bu tomonga o'tasizda, o'zi bu tomonga qo'shadi. Ha, saskan bo'ladi. Halol emas-ku bu deydi, o'zi keladi. Ayiq ham buncha kolbasa orqasidan yugurmasa kerak, men buncha kolbasa ketayotgan paytda. O ham takoy. To'g'ri, lekin Moxlaroy bu variant to'g'ri. Menimcha bilasizmi nima? Alpinistlarchi kolbasani soladi, kolbasa 1 soatdan keyin ana unaqa bo'ladi-ku, quriydi-ku. To'g'rimi? Quriydi yo suvsizlanadi, hidlanadi. Paketi bilan solsa kerak, ular просто kesib olib solmasa kerak cho'ntagiga. Uni o'zini anaqasi Yo'q, bor endi Ya buni fikricha shundada. alpinistlar bittasiga kolbasa soladi, ikkinchisiga sho'rva solsa kerak. Biroq sho'rvani o'zini. Mohiyati shunda-da, tushunasizmi? Endi alpinist u toqqa chiqib ketyapti. Qaysidir lahzada o'zi suvsizlanganini, kuchsizlanganini sezmay qolishi mumkin. Okey. Band bo'lib, u o'lim bilan o'lishyapti u, kanishni. To'g'ri. Keyin kolbasani buni qaraydi, kolbasani ahvoli og'ir-ku. Lekin kolbasa bilan birga yo'lga chiqqanda bu o'zini holatiga baho berish uchun. O'zini holatiga baho berish uchun. Ochmasmi? Tipa Agar kolbasa suvsizlanib, ahvoli yomon bo'lib qolgan bo'lsa, demak suv ichish kerak. Variant bor. Просто suv sasa suv ichsa bo'lmaydimi? Variant bor. Suv solsa ham bo'ladi, qaranglar. Yo'q. Agar bu sizlarga yordam bersa aytamanki, kolbasani bu iste'mol qilmaydi. Yo'q, hidichi. Iste'mol qilmaydi. Lekin to'g'ri yo'ldasiz. Hidi urg'uni hidiga bersangizlar bo'ladi. Xo'sh. Alpinistlardan kelib chiqinglar. Alpinistlik kasbi. U menimcha bilasizmi? O'rtog'imni qo'lidan uchlab osilib qoladi-ku.
Buni o'sib qoladi-da. Deydi. Mani Kechirasiz, qutqarsa, uchtami? sen tortolmayman Uchtami? deydi. Sen tortolmayman deydi. Qara lekin cho'ntagimda kalbasa bor deydi-da. Na, bo'ldi. O'sha kalbasani ilinjida u tortib oladi. Ya emas, o'yladim. Qo'li yetmasa, kalbasa bilan yetib oladi. Ha, kinolarda oxirida nimadir qo'shib yuboradi. Mamudov bo'lib qoladi-ku, o'sha kalbasani. O'sha paytda kalbasani ushlaydi-yu, kalbasa ularni qutqarib qoladi. Lekin qaysidir ma'noda rostdan ham kalbasa qutqaradi. Ana so'z Juda yordam berdim holatlaridami? mana. So'z holatlar ana So'z? so'z. So'z holatda. Misol uchun adashib qolgan bo'lsa, keyin Adashib shu qolganmiz. hidi yordam beradi, что agar nimadir xavfli vaziyat bo'lib, deylik u odam hushidan ketib qoldi. Bo'ldi, bildim. Keyin men bu hid yordam beradi topishga balkim. Ha, shu 50% ga to'g'ri beryapsiz. Lekin aniq emas. 50% qildingiz. Kuchuk deb boring. Yo, rosta. Nima? Kuchuklar topishiga oson bo'ladi. Ku toqqa Yo'q, yo'qoladi. yo'qolib qolsa. Bo'ri topsa-chi? Bo'ri topsa qo'yib yuboryapman. Oqlar o'ymaydi, boring. Mana shunaqa narsa, to'g'rimi? Ya, bo'ri topsa juda anaqa-ku, opasna-ku. Qora hidi bilan keldi-da. Yo'q, hidi. So'yib oldi. Endi umuman topilmagandan ko'ra Hannada. Da. Yil-yara yaxshi. Umuman topilmagandan ko'ra, no, bo'ri bo'lsa ham topdi. Endi qani kim kuchli chiqadi? Kim kuchli chiqadi? Da, bu to'g'ri javob. Opa. Moxlaroy Ozodning yordami bilan to'g'ri javob berdi. Haqiqatan shunaqa. Ular cho'ntagiga kalbasa solib qo'yadi. Agar endi tog'da bilsangiz, agar qor ko'chish holatlari bo'ladi, har xil sel yoki tushib ketib ustini qum yoki har xil o'sha tog' toshlari yopib qolishi mumkin. Shunaqa paytda qutqaruvchi itlar ularni hidlab topa olishi uchun ular qor tagidami, tosh tagidami shu ishni qilishadi ular. Hid bilan bog'liq Har ekan. ehtimolga qarshi. Lekin meni tushunishim bo'yicha Moxlaroy faqat yarmiga to'g'ri javob berdi. Aslida bu 2 ochkoni 2 ga bo'lib berishim kerak. Lekin Moxlaroy birinchi marta qatnashayotgani uchun va ajoyib ishtirok uchun 2 ochkoni hammasini Moxlaroyga beramiz. Da. Shuning uchun sizlar ham keyingi safar toqqa chiqsangizlar o'z bilan kalbasa olinglar. Eng kamida dashada yeyishga nimadir bo'ladi. Menda yana bitta variant bor aka. Nima uchun u alpinist kalbasa olib olgan? Nima uchun? Aslida u alpinist hammamiz yaxshi ko'radigan Abdurahmon Fozilovda reklamaga pul olgan. Nozik hazil, nozik Qaysidir hazil. kalbasaga. Nozik hazil. Ajoyib. Mana shunday g'alati pauzadan so'ng men keyingi raundni e'lon qilaman. Hali elektron aloqa vositalari paydo bo'lmagan paytlarda AQSh pochtalarida uzundan uzoq navbatlar bo'lgan. Mijozlar uzoq kutishga majbur bo'lishgan. Asabiylashish, xizmat ko'rsatish sekinligidan shikoyatlar ko'p bo'lgan. AQSh pochtasi shikoyatlarni hal qilishga uddaburonlik bilan yondashadi. Aytingchi, AQSh pochta bo'limlarida qanday o'zgartirish kiritilgan? Balkim o'zi tarqatishni boshlagandir. Uyma-uy. Pochtani oldida odam yig'ilganmi? Da, O'chirish. xat olish yoki nimadir jo'natish, posilka emas, faqat navbatlar bo'lgan. Kelib o'tirmaylar degan. Kelib o'tirmaylar. Mana pochtalyon degan. Pochtalyon ishga olgan, o'zi tarqatib chiqqan. Yo'q. Mani variantim ham shunaqa edi. Ana pochta anaqalarini qilgan, furalarni qilgan, ular Yo'q, ana bunaqa yashikchalar. Pochtalyon yashikchalar. Pochta yashigida. Ana Garri Potterda bo'ladi-ku, o'tirishgan paytda kabutarlar kelib anaqa tashab ketishadi. Ulardan yordam o'rgatilgan kabutarlar jo'natilmaganmi? Balki siz buni bilmaysiz, lekin Garri Potter o'ylab topilgan film. Buni hayotga hech qanday aloqasi yo'q. Va u yerda ukkular tayoqni olib manda qilsangiz hech narsa yo'ravermaydi. Sizni beg'uborligingizga biz juda romantik berildik lekin. shunchaki kabutarlar yordam bermaganmi desangiz bo'lardi-ku. Harry Potter prichon. Yo'q, ular bilasizlarmi? Islom? Menimcha bitta urus kampir topib kelgan. Nimaga bitta ishlayapti bu? Ikkinchisini ochmaysanmi degan. Bo'ldi degan, ikkinchisi ham ochib tarqatishga tezlashgan. Islomga 1 ochko beramiz. Bu Ma'lum kulgili javob. Kulgili Xo'sh, javob. xo'p. Xatoyapmi bu hali? Tasavvur qilinglar, pochta bo'limi. Hamma asabiylashgan, hamma navbatda, postoyanno urush, chanqish, janjal, ishkal, yoqama-yoqa, nimaga portalga yozaman, unga yozaman, blogerga beraman, mana shunaqa gaplar. Tushunarli. Vot, pochta xizmati esa bir xiyla ishlatgan holda odamlarni shu nimasini kamaytirgan, aytaylik, agression bosimini, agressiyasini. Menimcha shu yaqin atrofda
qanaqadir yomon hid tarqatadigan narsalar qo'yganda. Kolbasa. O'sha alkogollarni kolbasa, cho'ntagida kolbasalarni to'kib tashlagan. O'rtadan yo'l yotqizgan. Ha. Чтобы yig'ilganlar urib o'tib ketish. Qattiq bo'lgan. Ana markalar ishlab chiqarishmaganmi? Ana chiroyli otkritkali nimadir markalar qo'yiladi-ku. Shunaqa emasmi demoqchi. Yo'q. O'shanga chalg'ib, ha? Chiroyli marka ekanmi? Bo'tqa xatingizni yuborish uchun 1 soat kutib turasizmi? Marka yopishtirasiz. Qanaqa marka? Bo'lishi mumkin. Manimcha bilasizmi nima? Menimcha mohlarda birinchi javob paydo bo'ladiki, o'sha savolga ulashga harakat qilamiz. Odam kamaytirish uchun nima qilish kerak? Variant bor. Balki aksiya qilgandir. Menda bor. Ozodul, Menimcha ular prosta soatni orqaga surib qo'ygan ozgina. juda yaqin kelding. Hashtag. Derazalarni yopib qo'ygan quyosh Yo'q. vaqti bilinmasligi uchun. Yo'q, soatga qayt, soatga. Bron qilishganmi? Ha? Ana oldindan ma'lumot berib, sizga mana bu vaqtga keladi. Yo'q. Ular hiyla qilgan. Soatni oldinroqqa burib qo'ygan. Yo'q, burib qo'ymagan. Soat 11:30 bo'lsa, sekundomerni o'chirib qo'ygan. Yo'q, soatni millarga tegmagan. Lekin soat o'ziga tekkan. Soatni o'zgartirgan. Soat top qo'ygan prosta, odamlar ko'ziga ko'rinmaydi. Katta crossda. Vaqtni ko'rmasa janjal qila olmaydi-da. Xuddi shunaqa. U yerda pochta bo'limida bir nechta soatlar bo'lganda. Va qo'lda telefon yo'q, soatni ko'ra olmaydi. Hammadan soat yo'q. Odamlar soatga qarab turur, battar kechikibman deb o'ylagan. Kechki soatlarchi? Narushnoy soatli bo'lgan. Endi u hammadan bo'lmaydi-ku, endi pochtadan keyin bir-biridan so'rasa-chi? 9-asr. Bir-biridan so'rasa-chi? 19-asr, 19-asr deb soat bitta hokimda bo'lgan. Shunaqami? Ha, hokim chiqqanda, men Big Benni to'g'rilab qo'yinglar degan. Keyin unaqa soat. Ya, ikkita odamda bo'lgan. Hokim va uni o'ynashda bo'lgan. Boshqa hech kimda emas. Meni o'ynashim men tanimaganman. Bizda keyingi raund. Temurizoda Mirzo Ulug'bek o'z davrida ko'pgina imoratlar qurdirgan. Shunday qurilishlardan biri Hirot shahri atrofida baland devor bilan o'ratib, devor tashqarisiga xandaq qazitib, ichini suvga to'ldirgan. Suvga to'la xandaqdan ikki maqsadda foydalanishgan. Birinchi maqsad shahar mudofaasini ta'minlash bo'lgan, ikkinchisini ayting. Cho'milgan. Juda cho'milgan. Ha. Marha senga 1 ochko mana olding. Rahmat. Yozib qo'yinglar. To'g'rimi? Yo'q. Qamal bo'lgan paytida, misol uchun agar urush yoki qamal bo'lgan paytida endi suv zaxirasini o'shdan yaqinroq olish uchun emas. Yo'q, umuman mudofaa bilan umuman bog'liq emas. Mudofaa degani qanday razmeri qanaqa? No, bilmadim. Yo'q, endi anaqa. Namlik tarqatib turishi uchun o'sha Endi bir qadam emas, aka, u mudofaa uchun ishlatiladi baribir. Ha, bildim. Qaldirg'ochlar suv ichishi uchun. Ya kamida bitta odam sakrab o'ta olmaydigan darajada 2-3 metrdan kattaroq bo'lsa kerak. To есть anaqaga namlikka xizmat qilmagan. Siz javobingizni ayting qana avval. Ha, mana endi javobim shu, ekoklimat, tipa atrofda o'sha namlik bor. Aniqroq ayting, aniqroq. Xo'p, o'sha qal'ani ichini namlik bilan ta'minlash uchun o'sha ko'llar qilinadi, har xil soxta ko'llar, искусственный. Bizda ham mana Buxoroda ham bor edi. Laba havuzlar bor. Yoki Komsomolskoy ozero. Xuddi shunday. Ha, xuddi shunaqa bir kichkina ozeralar qilgan, o'sha namlik tarqatib turgan, как бы влажность. Va bu to'g'ri javob. Xuddi shunaqa Hirot atrofidagi o'sha xandaqlar, suv to'ldirilgan xandaqlarning asosiy vazifasi mudofaadan tashqari xandaq, chuqurlik. Asosiy vazifasi mudofaadan tashqari aynan o'sha Hirot juda ham janubda joylashgan, juda issiq u yerda, juda rekord issiqlikda ayrim paytda qayd etiladi. Qaysidir ma'noda ozgina shu shaharni sovutishga xizmat qilgan va aynan shu usulni xuddi siz to'g'ri aytdingiz, Buxoroda ham qo'llashgan. Bizda keyingi raund. 2003-yilning avgustida AQSh va Kanadaning chegara tumanlaridan bir sutka davomida atmosfera ifloslanishi keskin sur'atda 50-60% ga tushib ketdi. Hatto shahar havosi tozalanib, yo'lni ko'rish ham tiniqlashdi. Savol, o'sha kuni nima sodir bo'lgan? Juda yana bittasi anaqa. Juda katta yong'in bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha payt. Yong'in, to есть anaqa. Yog'ingarchilik. Yog'ingarchilik. Yo'q, yog'ingarchilik bir kunga o'zgartira oladi-da. Ha, bu juda uzoq Bu muddatga. o'sha 3-4 kunga, даже hatto bir hafta cho'zilgan. Mohlar? Oldida zavod bo'lsa, zavod ishlamay qolmagan. Zavod nimaga ishlamagan? Endi nimadir profilaktika bo'lgan bo'lishi. O'sha nima bo'lgan? Aniqlashing kerak. O, yaqin Yaqin kelyapsiz. Siz biling.
agar portlasa ham, agar nimadir misol uchun portlasa, u yerda ham tutun chiqadi, lekin nimadir bo'lganda ichida qanaqadir voqea sodir bo'lgan, ishlamay qolgan, O'sha qanaqa ta'mirlashga voqea? vaqt ketgan. O'sha qanaqa voqea? Yordam beringlar. Menimcha Zabastovka. Zabastovka. Yo'q, zabastovka emas. Nima? Kosmosda? Yo'q, Svet o'chib qolganmi? Boradi shunaqa случай. Bir kunga, necha kungadir svet o'chgan. Butun Amerika bo'yicha. Va bu to'g'ri javob. Xuddi shunaqa. Mana yili esimda yo'q. AQSh va Kanada chegarasida 2 kunga blackout bo'lgan. Ushbu 2 kunlik blackout bir hafta 10 kun davomida o'sha yaqin atrofdagi yerlarni, havosini tozalashga bo'lgan. Chunki u yer sanoat zonalari bo'lgan. U yerda zavodlar, fabrikalar, qanaqadir konlar, shaxtalar ko'p bo'lgan. Shu sababdan svet o'chishi o'sha shaxtalarni, zavodlarni ishlamasligiga olib kelgan va havo tozalangan. Muxlaro 2 ochkoni qo'lga kirityapti. Ajoyib. Ikkinchi to'g'ri javob. Biz esa davom etamiz. Latifada aytilishicha, 5 yilcha avval 100 ta ayol ishtirokida Necha yil avval? Kechirasiz. 5 yilcha avval. 5 yilcha. 5 yilcha. 5 yil avval, 5cha xolasangiz. Endi siz Buxorolik bo'lgansiz, chani qo'shib aytdingiz, tushunasizmi deb. Menga yoqyapti. Navrot tushunmadingiz. Latifada aytilishicha, 5 yilcha avval 100 ta ayol ishtirokida ayollar nimani istaydi degan so'rovnoma o'tkaziladi. Natijalari esa hali ham tayyor emas, chunki hali ham Urushyapti ular. birinchisi Feminizm. hali ham feminizm, noto'g'ri? Urishyapti. Noto'g'ri? Ozod. kelisha olmagan. Noto'g'ri? Nima xohlashlarini bilishmaydi. Noto'g'ri. O'zi nima Kelishgani istashi? hamma yig'ilib bo'lgani yo'q. Yo'q, ular hali ham o'zi nima istashini bilmaydi. Yo'q, bu aytildi bu variant. Aytishdi. Aydat. So'rovnoma o'tkazilgan 100 ta ayol orasida. Chunki ular hali ham o'ylashyapti. Yaqinroq kelyapsan. Ohda, qanchalik yaqin tegib o'tdimi yo'qmi? Yaqin kelish degan tegib o'tish degani emas-ku. Ha. Tegib o'tish saunada bo'ladi. Chunki ular hali ham bilishmayapti. Bilishmayapti, nimani bilishmayapti? Nima xohlaysiz? O'zlari nima xohlaydi? Ya, u marta bo'ldi javob. Hali ham so'rashyapti. Vaqtim Chunki yo'q ular deyish- variantini qayta o'zgartirayotganligi uchun. Yo'q. Vaqtim yo'q deyishayotgan. Javob? Chunki ular hali ham sanayapti anaqalarni, xohishlarini. Yo'q. Bo'ldi, o'zim javob beraman. Cho'ta bugun tez ketyapti. Ayollar nima xohlayapti degan juda sodda. bo'ldi va 5 yil avval. Tayyor bo'lishmagan. Va bu kulguli aytgancha. Ha. Bu latifa. Latifa. Oxirida ha deyishimiz kerak-da. ular Ha deyishimiz kerak. Ishini tugatib tanlashyapti. So'rovnoma u nimani tanlaydi? Ular nima istashini hali ham Hali ham javob berishyapti. aytdik-ku, sanayapti. Ellik foizga to'g'ri javob berding. Hali ham Davaydi mantiq. tekshirib chiqishyapti bir-birininkini. Nima deding? Nima deding? hali ham aytishyapti nima kerakligini. Yo'q. Ozod sen yaqin kelyapsan. Lekin bu kulguliroq chiqish uchun bitta so'zni qo'shsang, haqiqatan kulgili bo'ladi, to'g'ri javob bo'ladi. Chunki Chunki ularning ham hali ham xohishi tugamadi. Yo'q. yo'q, chunki ular hali ham ochrat kutishyapti. Yo'q. Ozodga bir ochko beramiz, to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Latifada Kelguncha jang qildim lekin. Latifada aytilishicha, 5 yilcha avval 100 ta ayol ishtirokida ayollar nimani istaydi degan so'rovnoma o'tkaziladi. Natijalar esa hali ham tayyor emas, chunki hali ham birinchi ayol gapiryapti. Yaxshi anekdot. Yaxshi anekdot. Ну вот, kulgili-ku. Kulgili. Bu yaxshi Berilgan hamma variantlarda kulguliroq. Kallasida gap yo'q qizdan ko'ra gapira oladigan qiz yaxshi. Da. Reально. Endi, конечно, bu anaqa bo'lsa, Kallasida gap yo'q qiz bormikin bu dunyoda? yo'q, bilasizmi mana, gap hamchi bundoq. Aka, kallasi yo'q bo'lsa ham gapi bo'ladi. Yo'q, siz shunaqa deysiz, juda introvert qizlar bor. Prosta tovoq bilan gapiradimi? Mana juda ham zakamlik Aka, so'rayman juda introvert qizga uylanganman, aka. Ishoning. Introvertda bo'ladi gap. O'sha stilda bo'ladi, gap ham. Ha, u hech qachon kam gapiradigan qizlar bo'lmaydi, aka. Yig'ib yurganlari bo'ladi. Bomba. Keyingi raundimiz rasmli yoki boshqacha aytganda multimediali savol. Tak, agarda tomoshabinlarimizga ko'rinyaptimi monitor yoki sizlar tarafga ham salgina burishsinmi? Germaniyaning Lyubek shahrining qadimiy shahar hokimiyati zalidan chiqish yo'li tasvirlangan. Nima qayerdan? Zalga kirish. hokimiyatdan. Kirish. Hokimiyat Zaliga. anjuman bo'ladigan zal. Ha, zalga kiriladigan ikkita eshik. Bittasi kiriladi, bittasi chiqiladi. Endi uni bilmaymiz qaysi bir qaysi. Anu shirma, Savol. anu shirma.
Ko'rib turganingizdek chap eshik baland, o'ng esa pastroq. O'rta asrlarda bu zal eshigi nima uchun shunday qilingan? Toifalarga. Toifalarga. Tipa pakanalar o'ngga. Yo'q, unaqa emas. Misol uchun lavozim bilan ajratish bo'lsa, misol uchun deylik katta rahbarlar undan ili nimalar Kattaroq bolalar. Yo'q, toifalarga bo'linishi Katta mumkin. bolalar keldi. Yo'q. Da, va bu o'rta asrlarda qilingan. Shunga e'tibor beringlar. O'rta asr 15-16. Da. O'rta asrlarda. Islom O'rta asrlar bo'ladigan bo'lsa, bilamiz, ayollar bunaqa keng ko'ylak kiygan. Katta eshikdan ular kirgan, bu yoqdan oddiy erkaklar kirgan. kenglikni bo'yiga nima aloqasi bor? Ha, ista uni baland qilish shart emas, biroz kengroq qilsa Menga bo'ldi. kengda ham tuyulyapti-da. Eshik katta-ku ayla. Yo'q, bu eshiklar aytaylik faqat bo'yi bilan savolimiz bog'liq. Ko'ylak bilan emas. Yo'q. Menimcha o'rta asrlarda o'sha ularning shaharda mana bu daraxtlari kesilgan regionlar bor-ku, o'sha joyda hokimlar ham kichkina eshikchadan enkayib o'tgan. O'rta asrlarda daraxt kesish degan muammo hech kim qiziqtirmagan. Afsus, Kesib urishgan. Hozir bitta shunaqa qo'yib qo'ysa bo'lardi, lekin nima deysiz? Tak, sizlarda 200 ta daraxt kesildi, endi Menimcha, mana bu eshik katta eshikdan nayzasi borlar kirgan. Nayza bo'lmagan Bunisidan qilichi borlar kirgan. Nayzasi? Ha, nayza uzun-ku, mamda qilib Nayza emas, qancha mamlaqa miltiq rimdoq xanjari bor miltiq deng. Nayza o'sha bo'lmagan pana. Yo, o'z birinchidan nimaga hokimiyat binosiga qurolda kirishga ruxsat berishyapti? Hokimni qo'riqlash uchun. Yo'q, nayza bo'lgan. Statsiya 15-16. o'rta asrda. Menimcha, O'rta asrda bor-a? qurganlar boshqa joyda bo'lgan, bir kun kelib bosib olsak, nayzada kirish qiyin bo'lmasin deganda, arkani kattaroq qilib Yo'q, meni eng qiziqtirayotgani, manimcha- O'rta shunaqa barokko remont O'ng qiling. eshikdan anaqa Barsa muxlislari kirgan. Chap eshikdan Real muxlislari yutqizgandan keyin ozgina egilib. Sen kirayotgan sohada konkurensiya juda baland. Hozir kirib o'tirma Real Barselonasiga, uni o'zini egalari bor. Ha. Yoki, aka. Menda javob bor. Bosh kiyim bilan aloqasi yo'qmi? Mamlaqa periyali, mamlaqa bosh kiyim mana Angliyada shunaqa bo'lgan mamlaqa. Hindular. Yo, hindu emas. Yo'q, mamlaqa boshi uzun, anaqalar bor-ku. Silindr. Silindr emas u. Periyali bundoq. Bosh Lasno, kiyim. bosh kiyim, xo'sh. Bosh kiyim, okey. O'sha bosh kiyimlilar bo'yi balanddan o'tgan, endi vibr bo'lgan. Bosh kiyimi yo'qlar, просто обычно o'tavergan. Juda yaqin keldingiz. 75% ga to'g'ri, lekin aniqroq aytishingiz kerak. Siz aytasiz, bosh kiyimlilar bu yoqdan kirgan, bosh kiyimsiz u yoqdan kirgan deyapsiz. O'sha hokimiyatga aloqador tam prinsessa yoki anaqalarni ustida bundoq shlyapasi va uni periyasi. Siz qarang, siz to'g'ri topdingiz. Bosh kiyim bilan bog'liq. Aniq javob ayting, aniq. Anaqa deb o'zgartiring. Bu yoqdan Vilayatchining odamlar kirgan. Ular kirayotganda shlyapasini yechib kirgan, pastdan, chiqayotganda shlyapasini kiyib chiqqan. To'ppa to'g'ri. Islom, zo'r yordam berdingiz. Yes takoy. Yordam bergan yo'q. bo'ladi. Chalg'itdi battar. Yo'q, men blokировать qildim lekin nima deyapsiz? Harakat qildim men. Nimadir bo'lsa. Haqiqatan o'ng tarafdagi eshikka, o'sha zalga kirishdan oldin endi hokimiyat bu hukmdorlik ramzi-da. O'sha uchun baribir ozgina keyin o'zi umuman yevropaliklarda xonaga kirsa, bosh kiyimni yechish odati ham bor. Bosh kiyimni yechib kirishgan. Yechib kirish kerak edi. Chiqayotgan paytda bemalol kiyib chiqib ketaverishgan. Endi hozir farqi yo'q, kepkadan ham kelaveradi qoralar. Vlast soviga. U payt Qoralar? Masalan, bor-ku Amerikada qoralar bundoq. Qoralarga qanaqadir nimangiz bormi? Yo'q, endi ular juda yo'q. Sariq pishak. Balki Sariq pishak to'g'rilik. Qiziliston. Yo'q, sizni YouTubeingiz anaqa международный to'g'rilayman desam. Yaxshi, anaqalar ular sportivniy kiyimlarni yaxshi ko'radi. Tam Nike krossovkalar, bundoq kepkalar shunaqa yuradida. Vaziyatdan chiqishni yagona yo'li keyingi raundda e'lon qilish. Sahroyi arab badaviylari turmushida bir odat bor. Har bir ko'chaga tandirlar qurilgan bo'lib, istagan kishi bu yerga kelib non yopishi mumkin. Uzluksiz bir necha oy davomida aholi bu tandirlardan foydalanadi. Eng qizig'i, hammaning uyida xuddi shunaqa tandirlar bor. Savol: arablar jamoat tandirlaridan qaysi holatda foydalangan? Farhod aka, O'z-o'zini band qilish bo'lsa kerak. Yo'q, rostanda. Tadbirkorlik. Chiqadi, somsa yopadi, sotadi, non yopadi, sotadi masalan. Farhod aka bir ochko beramiz, lekin javob to'g'ri. Rahmat. Urush holatida emasmi? Urush holatida Qanaqadir
Urush holatda ko'chaga chiqib non yopish kerak, Yo'q, olov yoqishgan, o'sha bilan qo'rqitishgan odamlar. Olov chiqadi-yu tandirdan. Fotoapparat ishlayaptimi? Anasi chiqmayapti. Ichqot. Mana. Zapravka qilish kerak. Всё, ajoyib. Okey, xo'p, дальше. Думаем, rебята, nimaga unaqa? Hammasini uyda tandirlar bor. Hammasini uyda tandir bor, o'tin yo'q aka. Faqat bir oy ishlatishganmi? 1-2 oy ishlatishgan. Ro'za O'zini paytida uyida emasmi? bo'lsa ham ko'chaga chiqib yoqishgan. Ro'za Xo'sh, paytida emasmi? Bu anaqa bilan bog'liq, bayram bilan bog'liq. Qanaqadir ko'chada sayl bo'lgan, bayram bo'lgan, скопление bo'lgan, ko'chada odam va o'shandan xuddi ko'ra sifatida, bir yo anaqa sifatida. Yo, bayram 1 kun, foydalanishgan. 2 kun bo'lishi mumkin. U 1-2 oy qilishgan bu ishni. Masalan, anaqa 1 oy davom etadi-yu, ro'za Ramazon. Ro'za Yo, to'g'ri. Ramazon 1 oy davom etadi. Lekin Masalan, uni ro'za Ramazon tochkasi ikkita-ku asosiysi. Arafa va Hayit. Ikkita-da o'zi asosiy kuni. Yo, хорошо, mana hozir bizda Ya, ro'zada ana 1 oy 1-2 oydan keyin qaytib umuman foydalanmaganmi yo qanchadir muddatdan keyin yana bir 1-2 yil oy O'sha 1-2 oy yilni aniq 1-2 oyi foydalanishgan, keyin qaytib foydalanishmagan. Keyin yana keyingi yil o'sha oylar kelgan paytda taxminan o'shaqa oylar kelgan paytda shu ish qilishgan. Ana sovuq paytlarda emasmi? Sovuq. Misol uchun qaysi bizda fevral, yanvarni ularda havo yaxshi bo'ladi-ku, tashqariga chiqarib qilishgan. Isigan paytida Dubay nima ko'chada yurib bo'lmaydi-ku, sahro bo'lgan. O'shuning uchun ichkariga kirib qilishgan anaqaga. Siz to'g'ri yo'nalishda fikrlayapsiz, lekin javob to'g'ri. Fikrlashingiz to'g'ri yo'nalishda. Salqin paytida misol uchun bizda sovuq bo'lgan payt hamma Dubayga ketadi-ku. Havosi iliq bo'ladi. O'sha fevral, martda borlar ketadi. deb aniq. Hozir hamma ketyapti. Qarang, shunda salqin payt nima bo'lyapti ularda? Mana misol uchun Salqin payt ko'chaga chiqib pishiryaptimi? Salqin bo'lsa uyda qiladi, uyda isitish kerak u. yo'q, mana misol uchun kadr zalni o'rtasiga qo'ymaysiz-ku aka. yo'q, hozir Birinchidan, Arabda давайте Olaylik. olaylik. Arabistonda salqin hech qachon bo'lmaydi. nu havo sal pasayadi. Ha. Havo pasayadi. Ha, Yozda ko'chaga chiqib bo'lmaydi. xo'sh. Yozda ko'chada U endi mana yanvar, fevral paytlarida balkim ana havo normalniy. yaxshi bo'lgani uchun ko'chaga chiqib shu isiguncha qilishadi, keyin kirib ketishadi. Menimcha g'irt teskarisi. Qani javobing? Yozda Ozod. o'ta issiq bo'lganligi uchun uyda gulxan yoqa olmaysiz. Uyda isitaverasiz. Shuning uchun ko'chaga chiqib o'sha joyda pishirib olib keladi. Va bu to'g'ri javob. Yo'q, qanaqa uy, siz tandir обязательно hovlida bo'ladi-yu. Istadim o'sha. Ularning uyi 20 gektar emas-da, kichkinagina uy. И ular Uyning ichida tandir, ha? И Uyning ichida ularni tun issiq-ku, o'tin yoqishingiz kerak. Mana bu yerda tandir, Isib ketadi, mana bu Uiz yerda aka. ovqatlanadi. Ularda Isib ketadi. tomi yo'q, Ko'chaga ijaralari, chiqasiz. tomi yo'q. xohlagancha pishirasiz. Yaxshi. Xuddi shunaqa. Qachon bo'lgan bu? Общественный Yo'q, anaqa. badaviylar qachon? Shu 1-2 asr oldin, даже hozir ham 1-2 bo'lsa asr kerak. oldin hozirgi Dubay holati emas-da u. Ha, to'g'ri. Ya, endi gap вообще-то sahro Arabskiy faqat Dubay haqida ketmayapti. Saudiya- Saudiya bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda Xullas bo'lmaydi. issiqlik bilan cho'l bilan bog'liq. Xuddi shunday. Sen O'saga aytganingdek, havo молодчик. isib ketsa ko'chaga chiqishgan. Chidab bo'lgan paytda Javobingiz ichkarida. to'g'rilayotgandim bilan. Lekin shunga qaramasdan, O'lavering, shunga aka. qaramasdan Ozod Mohlaroyning yordami bilan to'g'ri javob berdi va asosiy talchoq, asosiy turtki Mohlaroy tarafdan bo'ldi. Shuning uchun Hammasini bo'laga beramiz. shu 2 ochkoni bo'lib beramiz Ozod va Mohlaroy o'rtasida. Qo'lni berib yuboraylik. Sizlarga yana bitta rasmli savol. Oppana! Yaponiya. Men bildim buni javobini. Choynak. Buni Tak. bildim. Avval Choy savol. olgan deb bag'ringni og'ziga tiqib olgan. Vot, ko'rdingmi? Shu javobingni savol o'qilgandan keyin aytganga bir ochko olardim. Bunga bir ochko olgim kelmadi bu. Yaxshi. Og'ziga tiqish uchun bir Demak, ochko bu. hamma ko'rib turgan bo'lsa, bu yerda, короче, patsan, yigitcha, qo'lida uzun choynik, choynikni tumshug'i juda ham tumshuq nima deyiladi? Suv tushadigan joyi choynik. Jumragi. Jumragi. Nulashda tumshuqlash. Jumrak. Juda uzun. Juda uzun qilingan va savolni hozir o'qiyman. Xo'sh. Rasmda qadimgi Xitoyda choy marosimida ishlatiladigan o'ziga xos choynakni ko'rib turibmiz. Savol: choynakning burni nega buncha uzun qilib ishlangan? Islomiddin, Ilkin birinchi bo'ldi. Farhod aka siz birinchi bo'ldingiz. U mast mijozlarga mo'ljallangan, u ostriy uchi, ana o'tkir. Agar sal anaqa qilsa, sanch. Choy ichib kim mast? Arujga o'xshaydi, qilishga o'xshaydi. Yo, faqat choy yo'q, choy undan keyin bo'ladi. Endi choyni ichiga qo'shilganini bilmaymiz-ku. Farhod akaga bir ochko beramiz akajon to'g'ri. Islomjon? Menimcha bu choyni sovutish uchun mo'ljallangan. Sovutish uchun. Kelguncha soviydi. Ha, kelguncha soviydi-da. Biz bilamizki, sovuq choy issiq choydan yaxshiroq.
Qaynoqdan ko'ra. Qachonli kuydiradi, choy marosimi, ular Endi marosimini bizga mana ko'rgansizmi? shu yozda qaynoq choy ichish shulardan kelganda o'zi. 1,5 soat bu marosim. Men ko'rganman o'z ko'zim bilan choy marosimini. Juda uzoq. Sen o'zing ham xitoylik-ku. Yarimimga. Lekin kimyoda ham shunaqa, uzun trubka ishlatiladi, yo isitish yo sovutish uchun. Agar u mis bo'lsa, sovimaydi. Va rasmdagi esa aniq mis. Bilmayman. Menda javob bor, xo'sh. Stol katta, mijozlar juda ko'p va bu ko'p harakatlanmasligi uchun atrofida shu turgan joyidan hammaga dostуп topib qo'yib bergan. So'ylaga takoya, o'rnida turmaslik Osongina, takoya. mana bitta joyda turaman. Mana bunaqa deydi-ku. Yo, mamnun bo'lgan menimcha mehmonlar kelgan. Hozir degan prikol qilamiz degan. Ana shuni yugurtiraman, shu kelinima degan, hozir yugurtiraman degan. Kelib bola qo'lingdan choy ichaylik degan, bo'la degan. Prям o'g'izga olgan bo'lsa, Yo, kelin xonasidan chiqmagan. Xo'p, o'yjon degan. Eshikdan. Nima qilib, O'tirgan joyda reels ko'rib, reel quramiz, tomosha qilib. O'zingizni oching. u anaqa o'lchash Kakao sovuq tushadi. misol uchun bitta qo'yadi-ku, balkim me'yorini o'lchash shu unaqa qilishmaganmi? Yo'q. Endi uzun-ku, me'yorni o'lchashda uzunlik qanday bir nima qilish mumkin? Hurmat ma'nosidadir balkim anaqalarga u paytda Hurmat ma'nosida. Yo'q, madaniyatma misol uchun-da, agar qanaqadir yaxshi mehmonlar keladigan bo'lsa-da. Hurmatni tushuntirib bering-chi, bu yerda qanaqa hurmat bo'lishi mumkin? Yo'q, men Juda ko'p yaqin kelmasligi uchunmi odamlarga? Janu. Yo'q, hurmatmanda, chunki mana misol uchun yaponlarda, misol uchun o'zi madaniyati juda ham kuchli, u o'sha paytdan rivojlangan deb o'ylayman. Menimcha, agar xato bo'lmasa, lekin bu Xitoylar haqida. Xitoylar va Yapon deb eshitdimmi? Ya, mana xatoyim kechirasiz. Ya boshda Yaponiya dedim. Lekin baribir yaqinsiz, Yo'q, menimcha. balkim hurmat ma'nosi shu madaniyati bo'lishi mumkin. Xo'p, bitta narsa Aytaymi sizga nima? Siz yaqin kelyapsiz. Siz mantiqat to'g'ri o'ylayapsiz. Lekin formulirovka yo'q. Anaqa kartinani oxirigacha bitira olmayapsiz. Mani tasavvur Menimcha bilasizmi? ko'p qilish kerak emas. Menimcha ko'ryapsizlarmi? Endi bu yigit bola, o'g'il bola Xitoyda baribir qanaqadir subordinatsiya, hurmat begona ayolga yaqin kelib qolmasligi uchun bo'lishi mumkin. Ha? Shuncha uzog'i. Kelib choy qo'yib bermaydi-da. Choy bermoqchi bo'lsangiz, ne suzib berasiz-da, juda yaqin kelib qolyapsiz. Begona ayolni o'ziga choyning bersang o'zi ham quyib oladi. O'zing suzib ol deyishga endi hurmati baland odam bo'lishi mumkin, siz bilmaysiz-ku. O'rta asrlarda ayollar hurmati baland qo'ysangchi. Endi bu fikrga qarshi biror nima deyish Bu faqat choy marosimimi? Da, choy marosimi qadimiy Xitoy choy marosimi. Misol uchun endi bu shunchaki u anaqa qilmanglar, jiddiy o'ylamanglar. Misol uchun baribir ham hurmatli mehmonlar o'tirgan paytida, qanaqadir sirli narsalarni gaplashayotgan paytida bularni tipam gapini eshitmasligi uchun qilish mumkin-ku. Baribir eshitiladi o'zi qancha u 1,5 metr, 2 metr. 1,5 emas u. Yo'q, Moxlaroydan foydalaninglar. Moxlaroy juda mantiqan, ko'p yaqinlashadi ko'p savollardan. Hurmat ma'nosida. Vot, endi shundan kelib chiqinglar. Oilasiga kimdir agar uyiga mehmon kelsa, kimning oilasiga? Yo'q, misol uchun Qirollik oilasiga aytavering, qo'rqmang. yo'q, Bu qizga yordam bersang, o'zi yordamdan voz kechayotgan bor-ku. Ha, bo'pti, xo'p gap. Kimning oilasi desam, yo'q deydi. Boshqa. Men o'zi chiqarib olmoqchi bo'lyapman. Xitoyda o'zi bor-ku 1,5 metr yaqinlashish mumkin emas qirolga adashmasam. Mana Ippan ham o'ynagan bitta kinosida aytadi-yu. Nariroq tur deydi, kelmaydi-yu. To'liq emas yo'ling, ha? To'liq emas aytaveraman, men baribir aytaveraman. oxirida nuqtasi yo'q. Pauza kam bo'ldi. Virgul noto'g'ri qo'yding. Yordam bering. Misol uchun kimdir uyga nufuzliroq mehmon kelgan paytida foydalanishmaganmi? O'sha nufuzli mehmon kim? Shuni ayting menga. Kim? Ozod aka. Qirol oilasimi? Qirol oilasi. Yo'q, qirol oilasi emas. Yo'q, mayli, qirol emas. To'xtanglar. O'zidan baland, misol uchun qop bo'ladi. O'zidan baland emas, eng baland odam ayting. Eng baland odam Xitoyda kim? Imperator. Imperator. Balli. News ayo, mayli. Nafisaman. Yo, imperator ham qirol oilasidan-da. To'g'ri. Получается, birinchi asrlar. Ya, qirol oilasi boshqa. Xitoyda imperator xudoni davomi hisoblanadi-da. O'sha uchun oddiy odamlar unga yaqin kelish mumkin emas. Unga o'sha uchun tim bo'lma, hamnaqa qanaqadir choychilar. Choychi. Sen oddiy choychisan. Hech qayerga bormagansan. Buxoroda samovorchi. Samovorchi derdik. Xullas, o'sha distansiya saqlash uchun, hurmat bajo keltirish uchun mana shunaqa uzun choyliklardan foydalanish. Lekin anaqa ham qilsam bo'larkan, dimlama qilgan vaqtingda chesnokli ovqat yeysang, o'shanaqa choynikdan foydalansa bo'lar ekan. Uzoqdan turib qo'yib beraverasan, hech kimga yaqin kelmaydi. Menimcha lekin
Biza tomonlarda bunaqa choynak bo'lsa, odamlar ushlab tortishga harakat qiladi. Shilimi? Mayli, mayli. Qani buni, buni qani buni. Nima bunaqa suv kelyapti? Ha, Ugul qo'sh, Ugul. Bul. Suvini ko'paytirib ham bu yoqda kelyapti. Уголёчку, давай. Да, ozod kechikkan bir ball mayli senga beraman. Chota bugun yaxshi ball olmayapsan. Kechikkan bir bali. Kechikkan bir bog'. Keyingi raund. Qadimgi Spartada bayram kunlari Aha. ayrim erkaklar bozorga kelishga majbur bo'lishar edi va ustunni yonida turishar edi. U yerda esa hamma ayollar ularni shapatilab urib ketardi. Savol, ushbu erkaklar nima ayb ish qilgan? Jumrak uzun choynak olib kelmaganda, oldiga o'shaning uchun. Sparta bozori, oddiy o'sha Oddiy Sparta. ellinistik davr. O'sha Ko'hna Gretsiya, ko'hna Yunoniston davrlari. Bozorda 4 ta ustun turib, 4 ta ustun oldi, 4 ta erkak va yo'ldan o'tib qaytgan ayol shapatalab bitta soladi ketadi yani. Keyingisi kelib, bu yoqqa boradi. takka ketaveradi. Feministlarning orzusi-ku bu. Aka, xiyonat qilishganmi? Xiyonat qilishganmi? Ha. Qiziq javob. Xiyonat qilishgan, lekin aybi emas. Ya, u davrlarda xiyonat qilish bu ertalabki zavtrak qilishday gapda. U to'rtta sutun shunga xizmat qiladi. Yo'qda ertalab zavtrak qilinmagandir, lekin xiyonat qilgan. Va ertalab ham. Yo, ibtidoiyroq davrlar. İptidai davrlar emas u. Sparta. Yangi davr. Ellinizm. U aka qul bo'lishmaganmi? Qul Yo'q, yo'q. oddiy odamlar. Ana ular anaqa yurgan-ku, Manimcha bilasizmi? kimsiz yurgan-ku, kimsiz bo'lganda ishtoning qani o'la bu. Bilasizmi? Ishton kiymay yursa qadi. Ishtoning Manimcha qani? bilasizmi nima ular Farhod akaga bir ochko beramizsan? buydoq bo'lgan. Nima uchun urgan ularni? Aka, qiz Yo'qmi? bola. Ya. Amma yuribman shuncha qiz bo'l chaq 32 yoshda deydi. Pasalkasi taydan. Ikkinchisi Tipa namyokni bir yo'li bo'lganda. Yo, endi buydoq uylanmagan, nechidir yoshgacha uylanish majburiyati bo'lganda, o'sha yoshgacha uylanmagan buydoq yigitlarni bo'g'maganlar. Gretsiyada bo'lmagan. Yo, turgan, ayollar kelib tepgan, urgan. Va bu to'g'ri javob. Rostami? Xuddi shunaqa. Что это такое? Rostdan shunaqa chunki sababi Sparta kichik joy, aholisi kam, har doim urushli, ularga tug'ilish kerak, demografiya kerak. Yurtni maza qil, nima haqqi bu? Uylanmasdan bo'ydoq Ayollar yurganlar. hal qilyapti. Da, uylanmasdan bo'ydoq yurganlar mana shunaqa jazolash boshlangan. Bu hali birinchi etapi. Keyingi jazolashdan maydon o'rtasiga yig'ib, ustiga tuflashlar bo'lgan, har xil ish qilib tahqirlov. Agar uylanmasangiz, tahqirlov. Majbur bo'lgansiz. Qochinglardan. Da. Azash uylanish. Lekin Abdurahimni men bir shapaloq urmagan bo'lardim, chunki javob qaytarish mumkin-da bu. Xullas, agar oramizda uylanmaganlar bo'lsa, hali shoshmang. Sizni hech kim shapaloq bilan urmayotgan bo'lsa, va siz Spartada bo'lmasangiz, hali vaqtingiz bor. Vaqtingiz bor. Bizda esa keyingi raund. Shvetsiyaning soliq idorasida Ozodul 20 xil zotdagi itlarning ovozini o'xshatib tovush chiqara oladigan maxsus xodim ishlaydi. Unga boshqa ham Yaxshi. Nozim aka obrazga kirib ketdi. Unga boshqa. Shvetsiyaning soliq idorasida 20 xil zotdagi itlarning ovozini o'xshatib tovush chiqara oladigan maxsus xodim ishlaydi. Unga boshqa hamkasblariga nisbatan ko'proq haq to'lanadi. Nega? Конечно, 20 ta tilni biladi aka. Soliq kontorasiga kelganda, Islomga bir ochko. soliq kontorasiga kelganda odamlar o'sha soliq muomalalari bilan band bo'lgan payt ular itlarini anaqa qilib o'tirmaganmi, mabodo? Chalg'itib o'ynatib qadani. Suhbatlashma. Mana как бы chip zajjala deganda. Yo, rostini ayt, egangni puli bormi yo? Brachko bering. Jonni to'g'ri. Brachko bering. Sirsini Qabr ochko. Mas'ulchi. Prosta bu ham anaqa. Misol uchun u odam o'zi nima deydi, ko'chada yashab, misol uchun o'sha itlarni urganida, shundan keyin ishga olib kirishib, anaqa emasmi? Tipa kam ta'minlangan ili bo'mish bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bitta javob. Kam ta'minlangan bilan bo'mish orasi juda. Xo'p, bitta javobim bor. Короче, налогchilar uyma-uy yurgan.
uyma-uy yurgan va o'sha payt odamlar hammasi it boqqan, itlar opasniy bo'lgan. Bu o'shalarni как бы tilini o'rganib yupatish uchun, tinchlantirish uchun o'sha tillarni o'rganishga majbur bo'lgan va bu soliqlarni chotki joy-joyga olib kelib Yaxshi boshladingiz, yomon tugatdingiz. nimaga? Tugatmadim hali. Tugatdi. Menda javob bor. Soliqchilar uymay yurgan. Misol uchun, buni qanaqadir avcharga qursa, bu buldog bilan javob qaytargan. Keyin aytdi, "Nifiga себе" degan, buldog bor ekan-ku deganda uyga kirib ketgan. Ular bemalol uyni taqlatib odam olib chiqib ketgan. Javobni to'g'ri, lekin Islomga bir ochko beramiz. Rahmat. Men shuncha harakat qildim o'zim. Mana imkoniyat berasiz sizga. Va o'sha soliqqa borganda, o'sha odamlar soliqdan bosh tortishni yaxshi ko'radi hamma joyda. Iti bilan unga hamlaga yuborgan bo'lishi mumkin. Unda instrument bor. Не проканает, Yo'q, degan. yo'q. aka uyma-uy yurish bilan bog'liqmi? Uyma-uy yurish bilan bog'liq. Uyma-uy yurish bilan bog'liq. Soliqchilar o'zini xavfsizligi uchun oldiga militsiya olishi mumkin, muammo emas. U Yo'q, aynan endi it, ha. bitta boshqa nozik vazifani bajargan. Nimaga it? Aka. Aynan nimaga it shuni ham o'ylash kerak-da. Tishlab oladi it. Mushuk emas, boshqa emas. Menimcha mushuk ko'p bo'lgan o'sha paytlar. Yo'q, davayt savolni yana qaytadan sizlar bilan hozir o'ylab ko'rishga harakat qilamiz. Jiddiy. Soliq idorasi 20 xil zotdagi itni tilini biladigan mujik hammadan ko'proq oylik oladi. Nimaga? Kim u o'zi? Bu yerda oliy ma'lumotli odamlar bor, lekin ular undan kamroq oylik oladi. Ma'lumotlarni bilgan, offshorga qancha pul chiqarilgan, kuchuklardan bilgan u. Yo'q, Biz bilamizki, kuchuklar yaxshi buxgalter, to'g'ri? Hamma narsani biladi. Va offshor nimaligini biladi. Ya qaranglar, itlardan himoyalanish uchun ishlatilmagan odam. Itlardan himoyalanishning zo'r yo'li bor, bilasizmi? Tosh. Cho'p. Nima kerak bitta odamga hammadan ko'proq oylik berib? Yana u bechora til urgani. unda nimaga? Nimaga? O'shani bizdan so'rayapti. Nima? Sizlar bilmaysizlarmi? Uyingni buzmanglar. Mazasi ketib qoladi. Nechinchi yillar Nozim aka? 18-19 mi? 20-asr oxiri. Siz variant aytishni boshlang shunchaki. Shunchaki boshlang, aytishni zo'r o'xshab ketadi, ishoning. Uyma-uy yurgan deb boshlang. Uyma-uy yurgan. Ular uyida ham it bo'lgan. It tashlanib qolishi mumkin-ku, aka? O'sha odamlarni soliqdan qochganmi yo'qligini aniqlash uchun u odamga oylik to'langan islom. It bilan menimcha o'sha paytda itlarga soliq solingan, iti bor odam soliq to'lashi kerak. Men kelganman, soliqchiman, itingiz bor ekan, meni itim yo'q degan, boyaga aytganimiz uchun Jonibek degan chiqqanda 20 xil o'g'lagan. Uydagi hayvonlarni misol uchun nima deydi? Mushukka ham odam ustini bermagan bo'lardi. Chiqadi-ku. Mushukka ham O'sha bermagan. aniq keyin uydagi hayvonlarni ovoz eshitilishi bilan. Bilasizmi nimaga javobingiz to'g'ri? Chunki to'g'ri javob o'zi bo'ldi. Islom Karimov tomonidan. Xuddi shunaqa it boqqanga soliq bo'lgan. It boqqan odamning soliq bo'lganini bilgandan keyin itni yashirgan. Itni yashirish qiyin emas. Uyingda hovling bo'lsa, itni yashiraverasan. Islom juda qiyin savolni yaxshi topdi. Islomga qasaqlaringiz kutilmaganda. U odam bilasan qanaqa, shu uyingning oldiga keladi, shu 20 xil tovush chiqaradi-da. Qaysidir biriga javob bo'lsa, uy ichidan. Aha, deb ushlaydi keyin. Demak, kuchugi bor uni. Da, o'sha atrofda tarqalgan 20 xil parodadagi nimalarni o'rgangan. Misol uchun kerak emas parodalarni o'rganmagan, aynan o'shalarga aloqadorlar. Hozirgacha egallangan ballar va kim aslida kimligi ma'lum bo'ladi. Qarsaklaringiz ostida Ozod Noshukurullayevga 5 ochko. Mohlaroy Sobirovada 7 ochko. Farhod Sulaymonovda 8 ochko. Siz o'tgansiz. Islomiddin Sultonobodiyda 10 ochko. Demak, tushunmas lekin. Shunda, hammalari ko'pchiliklaringiz bir-biriga yaqin turibsizlar. Ozoddan tashqari 7 8 10. Keyingi so'nggi savolimizni to'g'ri javobi uchun tak 4 ochko beraman. Wow. Shunda Ozodul sen bitta kuldirishing ham kerak bo'ladi. O'zi vobshe kuldirishing kerak o'zi. Sen o'zi shu yerda. 5 marta kuldirishing kerak. To'g'ri javob sendan qabul qilinmaydi. Oldindan aytib qo'ying. To'g'ri javobga zapret.
Demak, so'nggi savol o'qiymiz. Aha. Erta bahordan Aha. asalarichilar tog'da asalari boqib, yoz o'rtalarida dala-dasht mintaqasiga olib tushishadi. Ko'chishdan oldin asalarichilar inlarni qo'ymoqchi bo'lgan hududni o'rganadilar. Joy tanlashadi. Yon atrofda bedazor, makka jo'xorizor bo'lmagan dalalarni tanlashadi. Aytingchi, nega asalari inlari yonida bedazor va makkazor bo'lmasligi kerak? Kim birinchi? Yo'q, men bermadim. Islomiddin? Chalmadingizmi? Yo'q, men chalmadim. Siz chaldingiz, bular chaldi. Menimcha asalarilar o'sha makka jo'xori bedazorlarga in quraveradi. Yo'q, o'zi ini bor-ku ular. Yo'q. Mani javobim, mani javobim. Ular chiqib turib, Mani o'sha javobim. in qurib, o'sha yoqqa tuxum qo'yib ketmasliklari. Asalari- Asalarilar juda kommunist hayvon. Ular alohida borib yashamaydi. Yashamaydi. Mana javobim. Asalari lyuboy hid tarqatgan gulga borib asal terishga harakat qiladi. Bedani asali ularga qiziq bo'lmasa kerak. U bemaza ham bo'lsa kerak, yo Nikachественный asal. Nikachественный, nikanay. O'shani termasligi uchun uni bedadan uzoqroq qilgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Okey. Hasharotlar bilan bog'liq emasmi? Chunki Savol o'zi hasharotlar bilan bog'liq. yo'q, mana misol uchun nima uchun u yerda yo'q, Yo, asalari bu hayvon. Asalari bu hayvon. Yo'q, yo'q. Kulganimiz bu sizga Yo'q. kompliment, xafa bo'lmang. Yo'q, Kompliment bu. qaranglar. Yo'q, kompliment emas. Davay Emas. rostini gapiraylik. Yo'q, hozir. Qaranglar, misol uchun yo'q aka, janjalga aralashma xolos. misol uchun u bedazor, yana nima dedingiz? Makkazor. Bug'doy, misol uchun u Yo'q, yerda makkazor va bedazor. Hop, u yerda boshqa hasharotlar ham bo'ladi-ku. Misol uchun chigirtka bo'lishi mumkin, keyin ninachi bo'lishi mumkin, qanaqadir. Gavrajmon. Yo, urishib ketmasligi uchun balki. Ha, asallarni urishib ketmasligi uchun. Ishgalga aralashmaslik uchun. Moxlaroga bir ochko beramiz, lekin jonda to'g'ri. Mo'g'lar Toshkentda sirda aytaymi? Ha, biz bilamizki asalarilar tavba bo'lib yuradi. Ularga bitta chigirtka cho'g' bo'ldi aka. Ular bitta nina, to'rtta Yo'q, ular ular vahshiy chiqib asalarilar to'da bo'lib qo'rqmaydi. yurmaydi. Men bilasizmi nima deb o'yladim? Mana har xil mavjudotga har xil o't har xil ta'sir qiladi-da. Misol uchun odamga kuchli ta'sir qiladigan o'simliklar bor. Mushuklarga misol uchun valeriyaga kuchli ta'sir qiladi. Aytaveramiz, mana bunaqa o'qib qoladi-ku mushuklar. Bidachi, bida. Ariga shunaqa ta'sir qiladi. Ha, xuddi Ular, короче, psixotrop vositada. Ha, bittasini kelar, Shuna bitta bedani asalni shunday oladi. O'zi bu hayotda ma'no nima qoladi? Nima qilyapmiz biz? Do'st 40 mingga kilosi sotiladigan narsa o'sha kerak ishlabmiz. Odamlar kofega qo'shyapti asalni. Da, молодец. Ozodga bir ochko beramiz. Zaktovska mashinasi. Dorilashadi-ku. O'sha dorilarga tipa o'lib Boshqa qolmasligi o'simliklar ham dorilanadi lekin. Nafaqat beda yoki makka. Bug'doyga ham dori sepishadi, paxtaga ham, hamma o'simlikka. Nima bilan bog'liq? Hamma madaniy o'simliklarga. Islom? Menimcha bug'doylar va Makka va beda. Makka va beda haligi kombaynda o'riladi-ku. Shu nobud bo'lmasin asallarlar kirib asal terib yurgan paytida deb. Va bu to'ppa to'g'ri. Va absolutно всё, absolutно. Yo, здесь было. harakat qildim. Блин. Shunday yetsam-da buni. Yo'q. Что это такое? Ya, hali super o'yin bor, Islomjon. O'ynamayman baribir. Avvalroq javobni tushuntiray. Haqiqatan shunaqa beda va makka kabi o'simliklar yilda 2 marta ham hosil olish mumkin, 2 marta o'rish mumkin va u yerda o'rish mavsumi yilda bir necha marta davom etadi va asallarni o'rish oqibatida halok bo'lish imkoniyati baland. Shuning uchun asalarichilar mana shunaqa o'simliklar kamroq joyda o'z inlarini qurishadi. Bu to'g'ri javob. Islomga 2 ochko beramiz. Va ha, yo'q, 4 ochko. Turmi hozir? Da, 4 ochko beramiz. Va tushunib turgandirsizki, Islomiddin Sultonobodiy bugungi o'yinimizning g'olibi. Qasanglaringiz. Lekin prosta g'oliblikda bu. Reально lekin. Ha, nima bo'ldi desang, ha, yutdim. Super o'yinni-chi? O'ynamadim. G'oliblik insonda Yo, qarang, mana super shu o'yin insonda jasorat borligini, duh borligini, o'ziga nisbatan ishonch borligini. Ana.
isbotlaydigan narsa-da bu. To'g'ri. Aka, men O'zbekistonda Islom Karimov bo'lib hamma narsani ko'rib bo'lganman, aka. Menga o'z nimani 200 ming so'm isbotlash. Yo qarang, Ya, masalan, Islom, sizga pul qiziqmi yo Qiziq emas. emotsiyami? Qarang, bu ko'p emas-da, Menga uncha. mana shamol issiq. O'ynaylik, o'ynaylik. Pulni issig'iga. Bir vaqt kelib qolibmiz, o'ynaylik. Mayli o'ynamasa, Islom, mayli. Islom, Mayli. senga san super o'ynashing kerak emas. Dangal savolni protokol bo'yicha beraman. Bering o'sha O'ynasang o'ynaydi, o'ynamasa men qiziq yo'q. Men qiziq yo'q. Islom, bitta gap Bering, bering, ayt. Sen super o'ynaysanmi yo shunaqa ifloschilarni davom ettirasanmi? Aha, bizga bo'y iflos ish yoqadi-ku. Siz bunaqa qiziqtirmaysiz. Teskarisi. Podrushki. Qarang, qani super o'yinda дополнительный puli bo'lmas. Ko'rsating o'ynaydi. Ko'rsating. Shu yerda. O'ynasang chiqaraman-da. Ya, chiqarib o'ynayman. 317 ming pul rostini aytaman, Jo'rajon. O'tgan o'yinda super o'yinni yutib shuncha pul olganman. Sen yutmasdan nima? 300 ming pul. 300 ming pul. Güzel so'rami? Ey, Hozir Jo'rajon. 634 ming bo'lsa hammaga yetadi baribir. Ey, Jo'rajon. Qilmaylar. Ya, Islom. Endi sen o'zing ishongan odamsan-da, sen maqsad qo'yasan, maqsad sari intilasan har doim. Ya, aka, men maqsad qo'ymaganman. Maqsad mana shu 300 ming edi. maqsadga erishdim. Islomjon, anavi gap bor-ku, homiladorlik yarmiga bo'lmaydi. Kaki g'oliblikday. Da. Yo, Kerak senga mutlaq g'olib bo'lish homiladorlik, kerak. mana shu odam kerakmi? Kerakmi senga homiladorlik? Siz dolyadamisiz? Ha? Siz dolyadami? Ya, u prosta meni iqtisodiy ahvolimni biladi. Men islomni o'yinini bilaman-da. O'ynating. Ha. Aka pulundagi u bizani o'ynatadi. O'ynasan yo'q. Aytdi. Aka o'ynata olmaysiz. Balki seni boshqacha narsa rozi qilar. Sanaqingdagi videolar internetga chiqib ketib qolishi mumkin bo'lgan videolar. Mushak. Sen islomda baqirganda avtomat olib chiqma. Islom. Aytgancha super o'yin shartlari qanaqa? 4 kishi ishtirok etib yordam berishlaringiz mumkin. Mendan hech narsa so'rash yoki hech narsa menga bildirish mumkin emas. O'zlaringiz o'zaro muhokama qilib, Islomga aytasizlar. Islom bitta javob, 4 ta javobning bittasini tanlab, menga aytadi, men keyin aytaman, noto'g'ri deb. Islom yoki sen pulni 100% o'zing olib ketishing mumkin edi. Yoki 2 barobarga ko'paytirib 4 dan 1 qismini. Savol. Tolstoy Urush va tinchlik romanida agar ofitserlar bazmga kira turib Shveysariyaga bosh kiyimi bilan qilishini ham topshirsa, bilingki, bu zobitning bugun bir rejasi bor, deb yozgan. Savol. Agar o'z qilichini Shveysariyaga topshirmasa, unda zobitning rejasi qanday bo'lgan? Menimcha islom qanaqadir bayramona vaziyat bo'ladi-da, ularda qilich bilan shampanska ochish odati bo'lgan. Qilich bilan shampan ochgan ular. Aha. Ichkariga kirib ketayotgan vaqtda o'sha qilichini olib kirgan. Demak, u bugun Shampan qanaqadir ochadi. shampan ochish niyati bo'lgan. Ha. Va nimanidir "O'lib, gulayim, pax" deyorganda, tasavvur qilsang, kiryapsan, qiliching yo'q. Bayde, yana nima uchun ishlatish mumkin ba'zan? Yana nima bo'lishi mumkin? Valsga taklif qilish bo'lishi mumkin. Sevgi sor qilish bo'lishi mumkin. Sevgi qilich bilanmi? Yo'q, Menga tegasanmi? yo'q, Menga tegasanmi? Raqs emasmi? Raqs bilan bog'liq emasmi? Ne, menimcha bal bo'lsa, balda raqsga tushganda hamma uni anaqalari bu daspexi deydi-yu, daspexilar bo'lish kerak edi, kostyum. Shu qilich endi balda, endi tasavvur qiling. Aka, shunaqa Qizni ushlab turibsiz. Qilich tegib ket. Balki qilichi shunaqa bo'lishi mumkin. pastda-yu. Ilgari balda qiz bilan tegilish mumkin bo'lmasa, qilichini ushlashi mumkin balkim. Ozod hozir ham mumkin emas. Nimaga raqsda ushlaydi bemalol. Sen maktabda unaqa bo'lmagan. Shu raqs aytyapman. Lekin prosta o'zingni o'zing bo'lib tegish mumkin emas. Xo'p, qaranglar. Uni kostyumini tasavvur qilinglar. Qilich bilan, uni kostyumi ham bunaqa. Ya, qilichini bersa u molni ichgan. Chunki qilichim qilich dorishi mumkin-da, ichib birovga. Bugun ichish niyati bo'lgan-a? Ha, qilich bo'lmasa raqsga tushgan. Menimcha balga keladigan odamlarda u Jo'rajon u moshin bo'lmagan, ot bo'lgan.
u hammasi ichgan, erkak ayol hammasi mo'l bo'lgan. Ustidagi ana chiroyli narsalar bor-ku, mana katta narsa nima uchun? Qusgan joyini yopish uchun. Tim более hammasi ichgan, hammasi ichgan. U tuflisini yechib kiyadi. Uloshgan o'rnida foydalanganda. qilichidan, ha? Bugun tuflisini yechmoqchi. Yoki raqs tushmoqchidir balki. Qanaqadir. Ana bunaqa lizginkaga o'xshash Javob bersak bo'ladi. Menimcha Shoshma. To'xtang, Men avval 317 ming. savolni o'qiyman. Keyin javob berasan. Savol. arzimayapti. Qo'ydingiz. Va savolni eshitayotganingda yaxshilab e'tibor bergin. Savol. Tolstoy Urush va tinchlik romanida ikkita nuqta. Agar ofitserlar bazmga kira turib Shveysariyaga bosh kiyimi bilan qilichini ham topshirsa, bilingki, bu zobitning bugun bir rejasi bor, deb yozgan. Savol, agar o'z qilichini Shveysariyaga topshirmasa, unda zobitning rejasi qanday bo'lgan? Islom. raqsga tushish rejasi bo'lgan. Vals. Demak, sizning fikringizcha, qilichini Shveysariyaga topshirmasa, raqsga tushyapti bo'lgan. Ha. Endi esa berdingizmi javobni? Ha. Men Boshqa variant bor. to'g'ri javobni e'lon qilaman. Urush va tinchlik romanida joy chaqqon ekansiz. Tolstoy aytadiki, Shuning uchun o'zinglar chiqinglar finalga. agarda Sizlar meni finalimda nima fikr aytyapsizlar? Bor edi vaqt o'ylashga. endi to'g'ri javobni eshitalik endi. Ha, marhamat. Agarda ba'zimda ofitser qilichini topshirmasa, uzr, topshirsa, Mazasi yo'q qolib qoldi. bitta rejasi bor deyapti. Topshirmasa qanday rejasi bor edi? Savol to'g'rimi? Unday bo'lgan yo'q. Shunaqa. Siz topshirsa bitta rejasi bor, topshirmasa bitta rejasi bor. Siz deb aytmadingiz. Men hali to'g'ri javob berganim yo'q. To'g'ri javobni hozir aytaman. Balkim topshirmasa, To'g'ri javob eshitamiz. Faqat bu yerda boshlovchi gapiradi. Faqat boshlovchi eshitamiz. Monopoliya. Agarda ofitser bazmga kirayotib qilichi va o'sha nimasi bosh kiyimini Shveysariyaga topshirmasa, demak bugun u raqsga tushmoqchi emas. Ha, nabarot aka. Teskarisi. Agar raqsga tushsiz kelsa, qilich bilan men topshiraman. Chunki qilich bilan balda qanday tasavvur qilasizlar qilich? balda tushishi noqulay raqsga, va? Men salmoya qilish ushlab deganga men bitta kartinka ko'rgandim. O'shlaydi, o'ynayotganda. O'rta asrlarda siz aytganday raqsda qilich foydalanilganda, ushlab turib anaqa Endi ketmaslik uchun, Ha, yo'q, to'xtanglar. Ballarda qizlarning katta ko'ylaklari bor. U qilich xalaqit beradi-da u narsa. Chunki ular faqat Men ham shuni o'yladim. sokin musiqaga o'ynamaydi. Ular lekin o'ylashimiz kerak edi. Agar qilichini topshirsa, demak bitta niyati bor. U qismini savolni chirqit qirqib tashlasa ham o'zgarmasdi-ku. O'sha joy qo'shilgan. Nima uchun qo'shilgan? Bitta rejasi bor. Bitta rejasi bor degan gap. Bunaqa raqslar esdasiz, vaqt bitta rejasi bo'lgani yo'q. Intonatsiyada emas-ku gap. So'zlovchi-ku. xafa bo'ldim lekin. Real xafa bo'ldim. Lekin shunga qaramasdan, Mayli. Islom bugungi o'yinimiz g'olib va unga qarsaklaringiz. Va bu pullar o'z egasiga qaytadi. Bugun bayram Balki ko'rsatuv tugayapti. Sizni kayfiyatingiz ozgina mulzam bo'layotgandir, lekin tasavvur qiling, meni kayfiyatim juda ham oshyapti hozir. mulzam. Men juda ham xursandman bugun Islom yutganga, lekin shunga qaramasdan bugungi o'yinimiz zo'r bo'ldi. Sizlar esa bizning YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izoh qoldiring, do'stlaringiz bilan ilojing, iltimos, necha marta so'rash kerak? Uloshing. Bo'ldi, qilinglar uni bir. Agar bu ko'rsatuvda ulashkilaring kelmasa, ishonganing kim degan. Show bor, mana silkasi o'tib ko'rsanglar bo'ladi. O'shalarda ulashsanglar bo'ladi bemalol. Yo'qni kesamiz, montajyor uchun joy. Kesamiz. Topolmaydi endi. Sog', salomat bo'ling.